88-bilet. 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 Aziz do'stlar, ekran ikkitadan urib like'lar bosib qo'yamiz. Efirga kirmaganlarga yuborib qo'yinglar podpisa qilib. Ular ham kuzatishadi. Hammalarga omad aziz do'stlar. Alvoldan $2000, $1000'liklarimiz bor. Mayda rublliklar ham bor aziz do'stlar. $1000. Tabrik. $1000. 88-biletga $1000 chiqib ketdi aziz do'stlar. Mana aziz do'stlar, $1000 88-biletga. Tabrik. Aniqlaymiz aziz do'stlar, hozir $1000 yutuq egasini. Xo'p. Kim bo'ldi bu baxtli inson? Chaqiryaptilar. Ko'tarmadilar. Assalomu alaykum. Sizni Muhammad Chesni kanalidan bezovta qilyapmiz. Iltimos qo'ng'iroqqa javob bering akajon. Baxtmi deyman aziz do'stlar. Qo'ng'iroq qilyapman aziz do'stlar. Iltimos aziz do'stlar, bizni efirimizni kuzatib o'tirganlar, hozir kimgadir qanaqadir yutuq chiqib qolsa, iltimos qo'ng'iroqqa javob beringlar. VPNlarni sozlab qo'yinglar. Telefon nomeringlarga, WhatsAppinglarga, Telegramga qarab turinglar. Kimga qo'ng'iroq qilamiz aziz do'stlar? Kimga yutuq chiqsa qilamiz. Biz bilmaymiz uni. Uni biz ham bilmaymiz, sizlar ham bilmaysizlar. Shuning uchun kimgadir qo'ng'iroq qilishimiz kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilsak, tushunmasak, prosta asab buzilib qoladi xolos. Ko'tarmayapti meni. Zanit qilyapti. Nima qilib o'yinni o'tkazib o'rayman aziz do'stlar? Yo'q aziz do'stlar, unday qilib bo'lmaydi. Biz qanday bu odamning yutug'ini tashlab yuboramiz yana baravarga. Sardorbek aka, davom ettiring deb yozibdilar. Davom ettiramiz akajon. Bilaylik shu $1000 kim yutdi? Shu $1000 kimga nasib qildi? Bu ana ko'tardilar. Allo. Internet yaxshimas. Alo. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum aka. Sizni Muhammad Chesni kanalidan bezovta qilyapmiz. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Nechinchi yilsiz? O'zingizni tanishtirib o'ting. Aha. Qayerdasiz hozir? Hozir Moskvada. Juda yaxshi. Kanalda ishlayman. Juda yaxshi. Akajon, o'yinimizga bilet xarid qilgan ekansiz. Necha bilet xarid qiluvdingiz? 88 aka. 88-bilet bizdan xarid qilgansiz. Sir bo'lmasa bizning kanalimizga, bizning o'yinimizga kim tavsiya qildi, qanday o'yinda ishtirok etdingiz? Bizni qayerdan topdingiz? O'rtoqlarim tavsiya berganda, bir ikkita kanallarda ko'rgandim. Qaysi kanalda? Degan kanaldan. Ha, Bahodir Bratdami? Degan kanaldan. Ha. U akalarimiz nomerdan rozigirishchilar, hurmat qilamiz ularni. Rahmat shularni qatorida bizlarni ham kanalimizni shular qatorida hurmat qilib o'yinda ishtirok etganinglar uchun, ishonchinglar uchun kattakon rahmat sizlarga.
Sizga rahmat aka. Akajon 88-biletingizga bizdan $1000 yutib oldingiz. Siz haqiqatdan ham Muhammad Chesney kanalida o'yinda ishtirok etib $1000 yutib oldingiz. Rahmat aka, rahmat. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. Yutishimni kutmagandim aka, rahmat kattakon. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringizni bildirib qo'ying. Yutganlar bor, yutkizganlar bor. O'yinda ishtirok etib. O'yin ishonchli ekanmi? O'yinlar ishoninglar, o'yin zo'r o'yin. Ishonch bo'ldimi sizda? Ishondingizmi? Bo'ldi aka. Juda ham yaxshi. Adminlarimiz sizga bog'lanishadi, YouTube'ingizni qayerdan kimga tashlab berishligini tushuntirishadi. Rahmat aka. Sizga ham rahmat, salomat bo'lasiz. Mana aziz do'stlar, $1000 88-bilet egasiga chiqib ketdi. Akamiz Moskvada ekanlar, skladda ishlaydi ekanlar. Uzoq cho'zib o'tirmadim aziz do'stlar. O'zi shunaqa charchadim. Asab bo'ldi bugun nimagadir aziz do'stlar. $1000 egasini tabriklab qo'yamiz. Yaxshi kunlarga buyursin. Qashqadaryoga $1000 chiqib ketdi. Aziz do'stlar, davom etamiz. Ekranga ikkitadan like'larni bosib qo'yamiz. Ikkitadan urib qo'yamiz aziz do'stlar. Hali oldinda $2000'liklarimiz bor aziz do'stlar. Mayda rubllar bor aziz do'stlar. Yutuqlarimiz ko'p hali aziz do'stlar. Ko'ngil cho'ktirmaymiz. Bahodir Brat kanalidan o'tibdilar. Xalas.